bobolarni taniysiz? Ronaldo va Messi. Bularni-chi? Bu shaxslarni qanchalik taniysiz? Keling yurtdoshlarimizni sinab ko'ramiz. Bu kishilarni taniysizmi? Ha, bu o'zimizda sportchilar-ku. Kim? Ronaldo. Messi. Ha? Ronaldo. Messi. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Kim? Bu Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Taniyman. Ronaldo. Messi. Bu shaxslarni taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Bu bobolarimizni taniysizmi? Yo'q. Abdulla Avloniyga To'g'ri. Abdulla Avloni. Bu shaxsni taniyman, Abdulla Avloniy. Bu Abduhamid Chulpon jadid bobomiz bo'ladi. Bu Abduhamid Chulpon bobomiz ko'plab maktablarda ko'p ilm fanlar bergan va bizlar uchun ko'p kitoblar yozib qoldirgan. Bilmayman. Axborot kutubxona markazidan sizga sovg'amiz bor. Rahmat. Ronaldo, Messini bilyapmiz, Avloni, Chulpon, Behbudiga kelganda esa yo'q. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Aslida biz kimlarni bilishimiz kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.